Bir kuni men YouTube ko'rib o'tirganimda haykalning videosi oldimdan chiqib qoldi. Siz Minecraft o'ynayapsiz. Va to'satdan zerikib qoldingiz. Hacker bu videoda Java uchun top 10 ta modni obzor qilgan. Va men ham Hackerda Bedrock uchun top 7 ta eng zo'r modlarni obzor qilaman. Sizlar esa meni mehnatimni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Tezroq biza 2000 ta bo'lishimiz kerak. 2000 ta bo'lish uchun sizlarning yordamingizlar kerak. Endi bo'lsa videoga qaytdik. Xullas bolalar, meni bitta narsa esimdan chiqibdi. Bu modlarni 80 ta like bo'lsa, men Telegram kanalimga tashlayman. Xullas, bu birinchi modimiz, ya'ni F5 modi. Bu ya'ni nastroyga kirmasdan mana shu ustiga bossak, hammasi mana shunday bo'ladi. Tak, bunday ham qila olsak bo'ladi. Masalan, mana shu qilish ustiga bossak, survivalga o'tadi. Mana. Tak, bo'lmasa unda keyingi modimizga o'tamiz. Xullas, ikkinchi modimiz ya'ni bu shader. Mana ko'ryapsizlar, backgroundni qimillab turganini, quyoshga, bulutni ko'ryapsizlar. Ya'ni bu shader kuchli telefonlarga bo'lmaydi, normal yoki kuchli telefonlarga ham bo'ladi. Bilmayman, ammo lekin bilmayman, kuchli telefonlarga bo'ladi. Kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Ana. Bo'lmaydimi? Tak, shader yotgan bo'lsa, keyingi modimizga o'tamiz. Xullas, keyingi modimiz ya'ni bu 3 ta qilichlar modi. Mana masalan bitta qilichni oldim va mana qo'limga tutaman. Mana. Zo'r turibdi, mana boshqa qurollarda ham qilib beraman. Mana 3 ta qurollar. Qaram, yo'q, bu bo'lmaydi. Mana hattoki mana qalqonga ham bor. Hattoki bunga ham bor. Mana. Bu mod ham yo'qgan bo'lsa, keyingi modimizga o'tamiz. Qani ketdik, let's go. Xullas, keyingi modimiz ya'ni bu har xil hayvonlar modi. Mana 500 ta tuxumi bor bularni. Normal va kuchli telefonlarga bo'ladi, kuchsiz telefonlarga bo'lmaydi. Mana. Ya'ni bu hackerning videosidagi har xil hayvonlar. Mana ninachi, mana laylakmidi? Mana qushlar, mana ko'ryapsizlar, sichqon. Mana ilon. Mana. Wow, shunchalar zo'r. Mana qirqoyoq. Mana qumurska yana. Mana. Xullas, bu modni 500 ta tuxumi bor. Yana aytib o'taman, bu tuxumlar 500 ta. Mana sher ham bor, yana boshqa narsalar ham bor, oyiq ham bor. Mana shillikurt, mana quyon. Mana bu mod ham yo'qkan bo'lsa, keyingi modiga o'tamiz. Xullas, keyingi modimiz ya'ni bu har xil mashina. Mana ko'rib olishingiz mumkin, har xillardan bor. Bu kuchsiz telefonga ham bo'laveradi. Mana, wow. Shunchalik zo'rligini mana. Wow. Mana. Yo. Mana. Qani bitta haydab ko'raylik. Mana animatsiyalari bilan bo'ladi.
Mana. 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 U tep-tekis yo'lga bo'ladi. Mana ko'rib oldingizlar, bu mod ham yoqqan bo'lsa, keyingi mod. Xullas, keyingi modimiz ya'ni bu telefon va pul modi. Bularni pastda mana ikkalasi bitta joyda turadi. Bo'ldi, boshqa ma'lumot yo'q. O'zim men ikki kapli ma'lumot ayta olmadim, keyingi modga o'tamiz. Xullas, keyingi modimiz ya'ni bu yoqqa o'tamiz va mana Spawn qishloqi. Bu asosan jitilda gapiradigan qishloqi bo'lib, yo'q qalaysan, neger va boshqa narsalar deydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana sal normalniroq bo'lishni kriza deydi, bu yaramas. Sal normalniroq bo'lish iloji yo'qmi? Yaramas. Kriza sensan, neger ham sensan. Xullas, bu mod ham yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xullas, sizlarga bir chotki kanal topdim. Bu kanalning nomi Dangi. Bu Dangi kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. 2000 ta bo'lishimiz uchun rahmat. Hammaga xayr, sog' va omon bo'ling.